Assalomu alaykum, hurmatli No'xat xorij motor kanali qatorchilar. Bugungi kunga juma 10-mart 2023 yil biz No'xat rayoni Qayrag'ach aylidan No'g'ayxona ochilgan ekan. Shu yerdan ma'lumot olamiz. Bizdan olsa like bos, komment yozib qo'yinglar. Hurmatli ketganlar. Nonlarni ko'ramiz. Hurmatli tug'anlar, mana non bor ekan. Nonni qancha ekan hozir bilmaymiz, hozir so'raymiz. Zakazga nima qilamiz? Nomerlarini yozib qo'yamiz. Yaxshi nonlar to'ylarga to'y maraka jana yaxshi jamoatlarga zakaz olamiz. Yaxshi nonlar qarangizlar, hurmatli tug'anlar. Mana Daryaga aytib bersak, mana bu No'xatdan kelib sol joqda, O'sh Qizilka Batkendan kelib o'ng joqda. Yaxshi No'g'ayxona. Zakazlarni oladi. Aytgan joyingizga dastlab qolsa ham bo'lishi mumkin. Biroq hozir esi nomerini yozib qo'yamiz. Baylanishib turib, nima qilsangiz bo'ladi. Qarangizlar, yaxshi yer joylashgan, yo'lning bo'yinda. Orientirni aytsam, taginda Saydazmotda chayxonasi bor, onun üstünde tayir magazini bor, onun betmanglayida joylashgan. Kelib olib kelsangiz bo'ladi, hurmatli tug'anlar. Hozir nonni so'raymiz, non pul qancha ekan. Mana nonlar javob o'tadigan, hozir pulni so'raymiz. Hurmatli tug'anlar, 25 so'mdan ekan. Direktasiyonda 25 so'mdan vaqt bo'lsangiz arzonroq qilib berdi. To'y marakalarga zakaz olamiz. Nomerini yozamiz. Nomerini yozib qoldiramiz. WhatsApp nomerini baylash nomerini olamiz. Zakaz berib qo'ysa nima qiladi? Javob beradi inshaalloh. Yaxshi qilib. Kачественно qilib javob beradi. Bizdan olsaylar, qo'shqo'yinglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Ko'rishguncha.